Abu Rayhon Beruniy 973-yil 9-sentyabrda Xorazmning qadimiy poytaxti Kat shahrida tug'ilgan. 1048-yil 13-dekabrda G'azni shahrida vafot etgan. Abu Rayhon Beruniy o'rta asrlarning buyuk qomusiy olimi bo'lgan. U bir vaqtning o'zida astronom, astrolog, matematik, geolog, geograf, etnograf, biolog, o'simlikshunos, madanshunos, tarixchi, dinshunos, adabiyotshunos, faylasuf, mantiqshunos, ilohiyotchi va shoir bo'lgan. Beruniy 1035-1036 o'sha vaqtga qadar yozgan asarlari ro'yxatini tuzib, unda 113 tasini nomini keltirgan. Umuman, Alloma hayoti davomida turli fan sohalariga oid 150 dan ortiq asar yozgan. Olimlarning eng so'nggi hisobiga ko'ra, Beruniy asarlarida 70 tasi astronomiyaga, 20 tasi matematikaga, 12 tasi geografiya va geodeziyaga, 4 tasi kartografiyaga, 3 tasi iqlimga, 3 tasi mineralogiyaga, 4 tasi falsafaga, 1 tasi fizikaga, 2 tasi dorishunoslikka, 15 tasi tarix va etnografiyaga, 28 tasi adabiyotga oiddir. Olimning birinchi yirik asari qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar bo'lib, unda Xorazmda o'tgan xalqlar, qadimgi yahudiylar, nasroniylar, majusiylar va musulmonlarning urf-odatlari, an'analari, bayramlari, taqvimlari, dinlari, payg'ambarlari, muqaddas kitoblari haqidagi barcha ma'lumotlar to'plangan. Asar Yevropada xronologiya nomi bilan ham mashhur bo'lgan. Beruniy Jurjon hukmdori Vashingir saroyida yashab yurgan kezlari qimmatbaho toshlar va minerallar haqida mineralogiya asari Kitobul Jamohir fi Ma'rifatul Javohirni yozgan. Unda 300 dan ziyod mineral va ularning fizik va kimyoviy xususiyatlarini bayon qilib bergan. 1025-yil 18-noyabrda Beruniy geodeziya asari Tahdid nihoyatul amokin li tashih masofatul masokinni yozib tugatgan. Mutafakkirning yulduz ilmi san'atidan boshlang'ich tushunchalar asari 1029-yili G'aznada yozilgan bo'lib, unda astrologiyaga oid asosiy tushunchalar sodda qilib izohlangan. Beruniy Iogan Keplerdan 600 yil avval sayyoralarning elliptik orbita bo'ylab harakatlanishi nazariyasini ilgari surgan. Alloma ayniqsa trigonometriya sohasida katta yutuqlarga erishgan. Dastlab o'ziga xos dunyo xaritasini ijod qilgan mutafakkir 994-995-yillari Xorazmda insoniyat tarixida birinchi bo'lib sayyoramiz globusini ham yasagan. Bu paytda u 21 yoshda bo'lgan. Beruniyning Hindiston nomi bilan tanilgan asari 1030-yilda yozib tugatilgan. Mazkur kitobning mukammal ijod mahsuliga aylanishiga Beruniyning sanskrit tilini yaxshi bilgani qo'l kelgan. Asarda Hindiston xalqlari tarixining turli sohalari, adabiyot, falsafa, etnografiya, geografiya, demografiya, qonunlar, urf-odatlar, din, diniy rivoyatlar, Hind yozuvining turlari, e'tiqod usullari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Abu Rayhon Beruniy dunyoda birinchi bo'lib Hindiston asarida yerning o'z o'qi va quyosh atrofida aylanishi haqidagi mulohazalarni bayon etgan. Tarixchi Sarton 11-asrni bejizga Beruniy asri deb atamagan. Bugungi kunda Toshkent, Xiva, Urganch, Buxoro, Samarqand, Termiz, Farg'ona, Andijon, Guliston kabi qator shaharlarda Beruniy nomiga atalgan ko'chalar mavjud. O'zbekiston Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik instituti ham Abu Rayhon Beruniy nomi bilan ataladi. Fan va texnika sohasida Beruniy nomidagi O'zbekiston Respublikasi davlat mukofoti, Beruniy nomidagi davlat stipendiyasi ta'sis etilgan. Poytaxtimizdagi metro bekatlaridan biriga ham Allomaning nomi berilgan. Toshkent va Tehronda unga atalgan haykal o'rnatilgan. 1973-yili yurtimizda Alloma tavalludining 1000 yillik yubileyi nishonlangan edi. 2023-yil UNESCO ishtirokida xalqaro miqyosida 1050 yillik yubileyi nishonlandi.